41 yoshimga kirib, og'zini to'ldirib ikkitadan xotinim bor degan akalarim, ukalarim eshitdim-u, lekin ijtimoiy tarmoqlar orqali yokida oshkoralik bilan dadil turib, cho'chimasdan shunaqangi sovg'alar qilgan birontasini ko'rmadim. O'zbekiston Respublikasida menimcha birinchilardan bo'ldi shekilli. Allohga shukr, Alloh nasib qildi shunaqangi qadriyatlarni qilish nasib qildi. Meni aytishyapti. Turmush o'rtog'im shunaqangi sovg'a salomlarga qodir bo'lsin degan opa-singillarimiz videoga bitta like bosib, kommentariyada amin so'zini yozib qoldiramiz. Men ham turmush o'rtog'imga Almas Goldda shunaqangi tillalar, Kia avtosalonda shunaqangi mashinalar, Bek ota jamoasidan savat kalbasalar sovg'a qilish nasib qilsin degan aka-ukalarimiz videoga bitta like bosib, kommentariyada amin so'zini yozib qoldiramiz. Shunda kommentlar ichidan xohlagan birini tanlayman. $5000 sovg'a tarzida topshiraman. Qani keting. Aytib o'taman, xohlagancha kommentariya yozish mumkin. Bu videoda hoziroq ikkita xotin bor do'stlaringga jo'natib qo'yinglar.